Aka, o siz 500-600 dollar topar ekansiz-da. Malakasi oshirgan nima qilmoqchisiz siz? Undan ham ko'proq daromad. Bugun Aymarkaz akademiyasida ancha yillardan beri usta bo'lib ishlab kelayotgan, malakasini oshirmoqchi bo'lgan o'quvchimiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Keling aka, menga o'zingiz haqingizda ozgina aytib bering. Ismingiz nima? Qayerdansiz? Ismim Mavlon. Surxondaryodanman. Ha. O'zim usta bo'lib ishlayman. Aha. Malaka oshirishga keldim. Qarang, siz usta bo'lib ishlab yurib, oyiga necha pul topgansiz? 500-600 dollar atrofida Aha. o'rtacha. Malakangizni oshirib, keyin nima ish qilmoqchisiz? Malaka oshirib, Ha. ustaxona ochish uchun malaka oshiramiz. Xo'p, Aymarkaz akademiyasini nimalari sizga yoqdi? Qulay joy birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda muomala, ustozlarni o'rgatishlari, professional ustozlar juda ham zo'r. Qarang, hozir bizada malakasini oshirmoqchi bo'lgan ustalar, ikkilam turgan ustalar juda ko'p-da. O'sha ustalarga siz nima maslahat bera olasiz? Maslahat? Kelsin o'qisin. Ko'p bilmagan narsalar bor, boshqa bor. Kelsin o'rgansin. O'zini daromadini ko'paytiradi, boshqa qiladi, o'ziga foyda. Aha. Xo'p, bu kurs bitirganingizdan keyin nima maqsadlar bor hali kelajakda? Maqsadlar daromadni ko'paytirish, ustaxonani chiroyli qilib, ko'proq klient orttirish.